Istoriya olamiz bugunga. Juma muborak bo'lsin hammaga. Avtomat korobka Gentra oshlarni jumadan keyingi olib qolgandik, jumaga borib keldik. Bormaylar endi, charchamayapsizlarmi? Ramazon oyida, soat 2:30 bo'libdi, lekin vaqt yurishi bugun nimagadir juda ham qiyin menga. Sizlarda kommentariy yozinglar, qanaqa vaqt o'tishi. Skos переключенияni tez almashadigan qilib beramiz mashinada. Hamda tosh dinamikasini o'zgartirmagan holatda. Mashinani yili 2019 avtomat korobka Gentra. 3-pokoleniya gazi bor ekan. Agar 4-pokoleniya bo'lganda zo'r bo'ladi. Baribir 4-pokoleniyani преимуществоsi juda zo'r. Отдельно silindrlarga fix bo'lganligi uchun ham torsh dinamikasi zo'r bo'ladi. Baribir 4-pokoleniyaga qo'ydirsanglar, men maslahat beraman agarda Gentrasi borlar, endi gaz qo'ydiraman deydiganlar bo'lsa. Hozir programmasini qilib, настройка qilamiz. Yaqinda kursimiz boshlanadi 1-aprelda. Kursga qiziqadiganlar, ya'ni avtodiagnostika kursiga qiziqadiganlar bemalol murojaat qilinglar. Полный avtomobil sistemasini men o'rgataman. O'zimni 18 yillik tajribamni sizlar bilan bo'lishaman qiziqadiganlar. Boshqacha kurs bo'ladi lekin bu. Ham nazariy, ham praktik bo'ladi. Men nazariy tomondan ham dars o'tib beraman, ham praktika tomondan ham dars o'tib beraman. Avtomobilning hamma sistemasi bo'yicha korobka, tormoz, rulyoy управление, tablolar deysizlarmi, avtomat korobkalar, mexanik korobka tomonlarini ham, hamda avtomobilda qo'llanadigan hamma datchiklarni ish prinsiplari bilan to'liq tanishasizlar. Ularni напряжениялari qanaqa bo'ladi, ularning elektrosxemalari bilan qanaqa ishlanadi, qanaqa qilib elektrosxemalardan topiladi aybi mashinani yoki qanaqa qilib diagnostika qilinadi, skanerdagi realniy parametrlar qanaqa bo'lishi kerak, hammasi bilan tanishasizlar. Va o'zini dasturi bor, elektron dasturi, o'sha bo'yicha diagnostikani o'rganasizlar. Doim murojaat qilamiz. Telegram ссылка qoldirib qo'yaman. Men o'sha Telegram ссылкаga o'tib turib, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Kunini, vaqtini belgilaysizlar. Narx-navosi bo'yicha ham to'liq batafsil ma'lumotga ega bo'lasizlar va 1-aprelda inshaalloh kurs qatnashuvchilari bilan ko'rishamiz.